Futbol muxlislarini va Real Madridning ashaddiy ishqibozlarini ekran oldiga yaxshilab joylashib olishlarini so'rab qolgan bo'lar edik. Biz yana yangi dastur bilan e'tiboringiz markazidamiz. Like bosib qo'yishni unutmang, biz boshlaymiz. Jahon chempionati o'yinlari boshlanishiga oz fursat qolmoqda. Siz bizni Telegram kanalimizga obuna bo'lsangiz, Jahon chempionati o'yinlarini jonli efirda tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Telegramga o'tish manzili kommentariyada ko'rsatilgan. Albatta, Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Mbappe ketma-ket ikkinchi marta Realda mavsumning eng yaxshi futbolchisi. Real Madrid jamoasida mavsumning eng yaxshi futbolchisi aniqlandi. Unga ko'ra, Kylian Mbappe qatorasiga ikkinchi yilda ham qirollik klubida mavsumning eng yaxshi o'yinchisi sovrinini qo'lga kiritdi. Fransiyalik hujumchi muxlislar o'rtasida o'tkazilgan ovoz berish natijalariga ko'ra g'alaba qozondi. Yakunlangan mavsumda Kylian La Liga doirasida 31 o'yinda 25 ta gol urib, La Liga to'purariga ham aylandi. Shuningdek, Chempionlar Ligasida ham 15 ta gol urib to'purar bo'ldi. Avvalroq Kylian Mbappe La Liganing eng yaxshi o'yinchisi sovriniga ham nomzodlar ro'yxatiga kiritilgandi. Realchilar biroz yomon xabar bor. Bu yilgi mavsumda ko'p joylarda anti-qahramon bo'lib qolgan Kamavinga Realdan ketmoqchi emas. Real Madrid klubi yarim himoyachisi Eduardo Kamavinga yaqinlashib kelayotgan yozda jamoasini tark etish rejasidan qaytdi. Futbolchi yozda boshqa hech bir klub bilan hamkorlik bo'yicha muzokara olib borishni istamayapti. Aksincha, u yangi bosh murabbiy qo'l ostida Realdagi holatini o'zgartirishni xohlamoqda. Ta'kidlanishicha, yarim himoyachi hamon qirollik klubi prezidenti Florentino Perez bilan yaxshi munosabatda. O'tgan mavsumda Kamavinga barcha musobaqalarda 43 ta o'yinda qatnashib, 2 ta gol va 1 ta assist qayd etdi. Futbolchining klub bilan amaldagi mehnat shartnomasi 2029-yil yozigacha mo'ljallangan. Transfer Market portali ma'lumotiga ko'ra, uning bozor qiymati 50 million yevroni tashkil etadi. Sizningcha Kamavinga Realdan ketishi kerakmi? Fikrlaringizni izohga albatta yozing. Vinicius Junior: Realda bir umr qolishni istayman, lekin shartnomani uzaytirishga shoshilmayapman. Real Madrid vingeri Vinicius Junior klub bilan shartnomani uzaytirish ehtimoli haqida gapirdi. Braziliyalik futbolchining madridliklar bilan amaldagi shartnomasi 2027-yilning yoziga qadar mo'ljallangan. Real xotirjam, men ham xotirjamman. Prezident menga ishonadi, men esa unga. Shunchaki kutish va har bir kunni, bir lahzani dunyoning eng yaxshi klubida zavqlanib o'tkazish kerak. O'zimni hech qachon Realdan tashqarida tasavvur qilmaganman. Bu yerda o'tkazayotgan har bir onimdan chinakamiga zavqlanaman. Chunki bu orzuyimdagi klub. Men hamisha shu yerda uzoq vaqt davomida o'ynashni orzu qilganman. Hozir yoshligimga qaramay jamoa sardorlaridan biriman. Bu tarixda sanoqli marta yuz beradigan muhim yutuqdir. Shu sababli har bir lahzadan zavq olyapman. Butun umrim davomida shu yerda qolishni istayman, ammo shartnomani uzaytirishga shoshilmayapman, dedi Vinicius ommaviy axborot vositalariga bergan intervyusida. PSJning asosiy futbolchisining agenti o'z mijozining xizmatlarini Real Madrid klubiga taklif qildi. The Touchline: Madridning Real klubi yaqin kelajakda Paris Saint-Germain yarim himoyachisi Joao Neveshni o'z safiga qo'shib olishi mumkin. Futbolchining agenti Jorge Mendes o'z mijozining xizmatlarini qirollik klubiga taklif qildi. Bu haqida The Touchline nashri ijtimoiy tarmoqlarda xabar bermoqda. Manba bergan ma'lumotlarga ko'ra, Mendes Real Madrid vakillari bilan bog'lanib, ularga 21 yoshli portugaliyalik futbolchi bilan shartnoma imzolash imkoniyatini taklif etgan. Agentning ishonchi komilki, Nevesh Real Madrid yarim himoyasini kuchaytirish uchun ideal qo'shimcha bo'la oladi. Biroq Madrid klubi hozircha Neveshni sotib olish bo'yicha muzokaralarga kirishga tayyor emas. Chunki ularning asosiy e'tibori Manchester City yarim himoyachisi Rodrini qo'lga kiritishga qaratilgan. Joriy mavsumda Joao Nevesh Paris Saint-Germain safida 37 ta o'yinda maydonga tushib, 7 ta gol urdi va 4 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Transfer Market portali ma'lumotlariga ko'ra, uning bozor qiymati 110 million yevroni tashkil etadi.
Diqqat savol, ushbu suratda ko'rib turganingiz qaysi milliy terma jamoa? O'z javoblaringizni izohga albatta yozib qoldiring. Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Shunday yutuqli o'yinlar tashkil qilib turamiz. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling, bizdan uzoqlashmang.